Xo'p, azizlar, mana yana bitta shogirdimiz o'qishimizni bitirdi. Shogirdimiz 1 oylik o'qishda o'rgandilar argonli svarka bo'yicha. Aka, o'z fikringizni o'qish haqida odamlarga aytib o'tsangiz. Fikrim shuki, kelinglar, o'rganinglar. Addushi, chotki hamma yo'q. Bir oyda ichida Obrazda gapirish to'g'risida. bir oyda ichida atak awareness beradi o'zinglarga, o'sha bir oyda ichida rezultat. Boshida qanaqa edi? Boshida Qancha qiynaldingiz boshida? 10 kunmi, 10 kun bir qiynaldingiz. hafta 10 kun bo'ldi atak. Boshida kelganda ishonch bormidi o'zingizga? Ishonch bor edi, qiziqish Ishonch bor bor edi, edi, atak qiziqish bor edi, bor. odamda o'ziga ham bog'liq bo'ladi, обязательно hamma yo'q. Bor edi, borligi uchun shu atak 10 kundan keyin ko'rdingiz o'zingiz. Yotoq joylardan foydalandingiz, yotoq joy qalay ekan aka? Addushi, chotki hamma yo'q. Uzoqdan keladiganlarga bemalol o'sha yotoq joydan foydalansa bo'ladigan sharoit bor, a? Yotoq joyi ham uzoq emas. Bu yerda bo'lib shu. Ichadigan, chakadigan odamlar bormidi? Shovqin qiladiganlar, unaqa joy emas, a? Hamma yo'q, chotki. O'qish jarayonida qanaqa o'rgatishlar qanaqa bo'ldi? Sizga yoqdimi? Qanaqa, qayerda kamchilik bo'ldi yo qayerda sizga yoqqan joylari bo'ldi? Deyarli kamchilik bo'lmadi. Aytib o'rgatdi, o'rgatmaganini so'rab yurib o'zim oldim. O'zi shunaqa bo'lishi kerak-da. Qo'ldan kelgancha hamma yo'qni so'rab o'rganib, o'zimcha bir narsalar qilib, baribir. Hozir zavodga yo sexga bironta joyga boradigan bo'lsangiz, hozirgi bilimlaringiz bilan boshlang'ich ishi bo'lsa ham olib keta olasizmi? Argon bo'yicha. Уже есть уверенность. Uvereniz bor. Qaranglar, biz o'zimiz bir necha yillik stajga ega argonshikmiz va o'zimizni bilimimizdan kelib chiqqan holda bilim beramiz. Bundan chiqib bizning shogirdlar 1 oylik bilim bilan emas, biz bir necha yillik bilimimizni qisqartirilgan holda beramiz. O'shaning uchun o'rganishlar ham faqat praktika, hamma narsa praktikaga ko'rdingiz. O'tirib yozdi, chizdi, unaqa narsa yo'q. Yo'q, qilasan, o'rganasan. Qancha to'lov qildingiz? 5 million yo'q. 5 million? Aka, 5 millionga stoyitmi ekan? Stoyit. Anotav stoyiladi. Chotki hamma yo'q. Aytibman, bir oy ichida za takih summa. Yaxshi, normalni. Mana shu bilim bilan Rossiyaga borib bemalol ishlay olasizmi aka, bironta zavodlarga borib? Bemalol bu joyda aqlim yetadi, уже uверенность o'zimga bor. Любоda ubidit qila olmayman уже men. Ubidit qila olmayman. Bir oy ichida men o'rgangan narsam bilan hozir men borib ubidit qila olmayman. Bizani aynan meni kuzatib boradiganlar ko'p aytadi, bular mashinik, bular aldaydi, yaxshi o'rgatmaydi deydi. O'shanaqa odamlarga qisqacha biron narsa deb qo'ying. Endi gavno bilan miyan to'ldirib olgan bo'lgandan keyin bular qanday senga ochib o'rgatamidi? Logichniy narsa-da, masalan, ozgina xohish bo'lsa bo'ldi-yu. Hozir bitta shogirdimizni uyidagilar telefon qilyapti-da, bu bolaga уже ikkinchi marta to'lov qilishgan, ikkinchi martasida ham 3 kun, 4 kun o'qib ketib qolganda. Xohish yo'q-da, yoshlarning o'zida xohish yo'q, ota-ona majburlab, mana shu bola hunar o'rgatayotgan ekan, bor, o'rgan deb jo'natyapti-da, bolalarning o'zida xohish yo'q. Keyin ota-onalar bizga telefon qilyapti-da, nimaga o'rgana olmayapti deyapti-da. U mana sizga o'xshab xohishi bo'lsa o'rganib oladi-da. Endi men o'ylaymanki, bu bilimingizni hozir boshlanishi, xudo xolasa hali yana ish jarayonida juda ko'p narsa o'rganasiz. Inshaalloh sizga eng katta oyliklarni men tilab qolaman Allohdan. Rahmat. Iloji boricha borgan joyingizda imtihonlardan o'tishingizga ham uveriman, chunki ishingizni ham ko'rdim, o'zingizga uvernistingiz ham bor. Izlanish bor-da sizda, izlanish bor. Eng shunisi shu. Hammaga rahmat. O'quv kurslarimiz aka. Kelinglar, chotki. Не сожалейте. Вот это главное masha. Kelasizlar, kompaniya, bolalar o'rgatadigan hamma chotki muomala zo'r. Eng muhimi, kelgan joyingizda ana qoq tumshug'ini solib o'tirganlar yo'q, hammasi bitta valnada. Bilan shu bir-biriga yordam beradi. Ana bir xilga o'quv markazida ustozlar yoki o'sha yerdagi qarab yurganlar o'zini o'quvchilardan baland qo'yadi-da. Bu yerda keladiganlar biz bilan bitta urovingda-da. Shogirdmi biz bilan bir xil. U siz keldingiz, okay, o'zi aslida mana siz bizga ustozsiz, biz sizga ustozmiz. Bizga qanaqadirki bilimimizni xatosini siz bizga ko'rsatib ketasiz. Har bitta shogird shunaqada. O'shaning uchun biz kelgan shogirdlarga ustozdek qaraymiz, kelgan shogirdlar bizga ustozga qaragandek qaraydi, общийlik topib ketamiz baribir. Men o'ylaymanki, bizani maktabga o'xshagan maktablar ochilsa, endi bu sohada unaqa katta pribel yo'q, o'zi umuman pribel yo'q bu sohada.
maqsad bitta. Shu sizga o'xshagan boshqa akalarimiz kelsa, hunar o'rgansa, bu eng asosiy oliy maqsad shuda. Chunki hozir yurtni ko'ryapsiz, stroykada yurishibdi, ko'cha supurib yurishibdi-da bizani odamlarda. Nima deydi? Kam oyligiga yosh yigitlar umrini xazon qilyapti, sog'lig'i ketyapti. Kelsa, hunar o'rgansa, bu joyga borganda gapi o'tadi-da, mana shu soha bo'yicha. Mana siz ham hozir borib turib, uje sizga men как argonshikka qaragandek qarayapman-da. Chunki siz hozir men bir necha marta sezganman, kelgan bolalarga anchadan beri uje mana shu bir oydan beri o'qiyotganlar uje bizani urovnyimizni o'rgatyapti-da. Siz bemalol hozir yangi kelganlar xatosini ko'ra olasizda. Qayerda xatosi bor, nimasi bor. Shu yengillik mana qilsa yengil bo'ladigan. U bir oy oldin kelasiz, bir qatga tushib qoldim deysiz, sizda u bilim yo'q, lekin uje bir oydan keyin uje o'zingizga kerakli hamma bilimlarni bilib olasiz. Atmosfera yaxshi. Muomala bir-biri bilan chiqish. Shu atakani kimdir boshingizda turib olib, dabavit qilib tursa ham, ani panikada bo'ladi, atak bunaqa holat yo'q. Chunki svobodno hamma nima qilish kerak, qanday qilish kerak bemalol bo'lyapti. Atmosfera ham normalniy. Muomala zo'r. Birinchi o'rinda odam xohishi, ikkinchi o'rinda shu atmosferada. Atmosfera shu, atak xohishingiz bo'lsa ham, mayadaglar david qilib tursa ham, u ham bo'lmaydi. Trevogada bo'lib turasiz, atak yo'q, unaqa holat bo'lmadi mana ko'ryapsiz. Mana bemalolchilikda hamma. Sizdan nimaga intervyu olyapman? Biza o'zimiz maqtashimiz kerak emas, kelgan odamlarni o'zi o'z fikrini aytish kerak. Bez paxta, beznechi odamlarni o'zi bir xilgina keladi. Men aytaman, aka, 1 dan 10 gacha necha baho berasiz deyman. 7, 8 deydi. Rahmat deyman. Chunki o'sadigan joylarimiz borligini bilaman-da. Mana siz o'zingizni tushunchangizdan kelib chiqqan holda 1 dan 10 gacha necha baho berasiz? Kamchiliklarni ko'rgan bo'lsangiz ayting. Men kamchilikni istagan odam kamchilik topaveradi. Men u narsani izlaganim yo'q. Men tushunyapsizmi? Xohish, harakat va shu kuchli gap bo'ldi aka. Avf. Bir pasdan Toshkentliman men. Kamera o'chirgandan keyin bo'laradi. Sekin. Atay yo'q, minus taraf. Men istaganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q, ko'rishni xohlaganim ham yo'q. Shunisi eng muhimi shu ekan, haqiqatan. Pozitiv. Aka, mana shunaqa, mana sizga o'xshagan odamlar keladi, yana ayb qidiradigan odamlar keladi, boshqa. Men sizga o'xshagan odamni ko'raman, unaqa odamni ko'raman deb fikrim o'zgaraveradi. Mana hozir siz menga hali meni miyamga yetib kelmagan gaplarni gapirdingiz-da. Hali bo'lsa ham uncha xayolga kelmagan, hozir istagan odam bahona topadi. Ayb topadi o'qishdan. Unaqa shogirdlar juda ko'p bo'lganda, o'zida ayb qidirmaydi, o'qish jarayonida ayb qidiradi-da. Bu maqsad o'rganib ketish bo'lsa, o'rganib ketaveradi. Maqsad уже отвлекаться qilyaptimi, o'sha atrofga, o'sha u odam o'sha istoradi, toparadi, любой narsani topadi, любой joyda masalan. Akamiz fikrini o'zingizlar ko'rdinglar, откровенный, от dуши gap bo'ldi, suhbat bo'ldi. Fikr o'zingizlardan, kelinglar, o'rganinglar demayman. Mana akamiz va akamizga o'xshagan shogirdlarimiz, endi akamiz особый ekzemplarlardan. Har bitta shogirdimiz особый ekzemplar. O'shaning uchun hammani o'ziga bog'liq. Xohish bo'lsa keladi, o'rganadi. O'zini hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsa, shu hunarga qiziqqan bo'lsa keladi. Meni fikrim shu. Sizga rahmat aka. Sizlarga ham men bor. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat kattakon. Kelinglar. Qo'llaringiz muzlab qolibdi, ko'chimizda endi deyman. Bolalar bilan xayrlashib keldim. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz deb. Joninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Hammaga sog' bo'lsin.